Сәлем достар, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz professor Vyacheslav Georgievich Xalambadja ismidagi geologiya muzeyida. Bu muzey 15-Tatar gimnaziyasida o'rnashgan. Muzey 1999-yilda professor Vyacheslav Georgievich initsiyatивасы bilan ochila ham hozirgi vaqtda da qiziqli eksponatlar bilan to'llanib tura. Muzeyda tog' tuxumlari ham paleontologik qozilmalar bilan tanishib bo'la. Toshqa aylangan qozilmalar osha biz ilgirgi zamonning flora ham faunasi bilan tanisha olamiz. Masalan, bu akam-tukamning qobirshiqlari. Amina bunda toshqa aylangan shirshik ko'rkasi saqlana. Amina bu toshda obog'a yaproqlarining izlari saqlangan. Bu minerallar kolleksiyasini muzeyga hali ko'pdan tugilgina bo'lak etganlar. Bu bilasizmi narsa? Bu toshqa aylangan qobirshiqning o'rtalayga kesilishi. Bunda shunday neft kolleksiyasi saqlana. Atilagan kishi uni eslab qoray ola. Muzeyga kirgach, e'tiborimni naq mana shu stina jalb etdi. Bu stinada burungi kishilarning mag'arada yasalgan rasmlari suratlangan. Bu rasmlarni qo'yandir o'ylab chiqarmaganlar. Ona Fransiyada o'rnashgan Shava mag'arasidan ko'chirib olganlar. Tag'in shuni aytasim keladi do'stlar. Bu rasmlar bo'yov bilan yasalmagan. Ona o'qituvchilar ham o'quvchilar tabiiy materiallardan kirpichlarni, ko'mir toshlarni qirib yasaganlar. Do'stlar, mana bu eksponat bir kishini betaraf qoldirmaydi. Bu mamonning qoziq tishining bir ulushi. Onun bir ulushi mundi bo'lg'ach, mamont o'zi nindi ekanini ko'z oldingizga keltirigiz endi do'stlar. Amina munsa biz periodida yashagan yunlash muguz burunning o'sqi tishlari. Amina munsa mamontning turli suyak fragmentlari. Amina bulari tish ulushlari. Amina bu burungi kishining ish quroli, boltasi. Do'stlar, ko'rasizmi, maxsus barmoqlar uchun uyilib yasalgan. Ham biz aning sulaga ekanini ko'ramiz. Amina bu kun ishkartuv uchun maxsus joylanma. Onun bilan burungi kishi kun ishkatgan. Do'stlar, mana men o'ylab topmadim. Bu fanniy yoqdan isbotlangan ma'lumot. Muzeyning bir traditsiyasi bor. Har qo'noq chiqib ketganda bu toshqa qo'lin qo'yib, tilak tilaydi. Ham u hech cheksiz chinga oshirishar. Muzeyga har tilagan kishi kela ola. Bugunga men sizning bilan sog' bo'lasham do'stlar. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz, sog' bo'ling'iz.